Qo'limizda bo'lsa oq bug'doy noni, bir kosa sharobi qo'yning vanday pishirilgan bir soni. Do'stlar bilan mayli vayronadamiz, bu ayishni topolmagan o'tib ketgan bizdan oldingi hech bir Jahon Sulton deydi. Mana shu davraga bir adashib ya o'zim tanishib kirishib qolganman. Otam rahmat tufayli bu shu davrani shu men bilaman, shu otbozlar, chavandozlar bir halol davra bu. Shu davrada bir yaxshi tilaklarni undan keyin shu otbozlarga, palvonlarga havas qilib, ot choptirmasa ham ot choptirganday bir bizning safimizda bir inson bor, o'zini bir chiroyli tilaklarni, davrlar chiroyli halollik bilan olib borish, halol haromni farqiga hali o'zi aql yoshda emas boshladigandan kichkina yoshiga qaramasdan bizning elimizda bir bakovulimiz bor. Latif Bakovul Normurodov deydi, Normurodov Tojibovaning nevarasi. Shu insonga bir chiroyli tilak, mana shu boybog'ani xonadoni otlari, mana shu yerdagi chavandozlarga bir iliq fikrlar, tilaklar bo'lsa, tilaklar bildiradi. Nasib bo'lsa eshitamiz ikki oz shirin so'zlarni. Davay. Rahmat. Latif Bakovul. Ayting. Shuncha hurmat izzat uchun hammaga rahmat. Abdullaxon Eshonboyning xonadoniga avvalambor hurmat qilib kelganingiz uchun hammalaringizga rahmat. Shu davrani asosiy sababi o'zi ko'pkari olami ot. Polvonlar. Elimizda shu har bir yilda, elimizda emas, har bir yilda shu polvonlar chiqsin. Jamolxon Eshonboy aytganday, Jamolxon Eshonboyday, Sanjar polvonday, men polvonday tarixda qoladigan polvonlarimiz chiqsin. Har bir yilda. Shu sizlar bor, mana shunday davralar bor. Shu ko'pkarilar ham yilda yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin, ko'pkarili to'ylar bo'lsin. Abdullaxon Eshonboy xonadonida yana marshalday, portalday, professorday otlarda Abdullaxon Eshonboy yetishtiraversin. Yilga to'y beraversin. Shu to'yda yilda mana shunday bizlarga o'xshagan yigitlar tikka turib xizmat qilaversin. Rahmat. Bu yashab o'tgan davr o'tar qaytmaydi. Haqni ko'ngil aytar, birov aytmaydi. Ro'parangizda bugun bizning kichik bakovulimiz Latifxon shu so'zlarni shunday chiroyli tilak qilib so'zlaydi. Hech bo'lmasa siqilganda yuvin ko'ngil yoshini ro'parangizda alik mishosh shunday qilib she'rlar bilan mana shunday tilaklarni tilaydi deydi. Toqatdagi tog'lar egar boshini, taqdir ko'p sinaydi el bardoshini. Qo'shiq, kuy, navo bilan siqilganda yuvin yoshini ro'parangizda Ma'muxon bu har zaman noshlar tiflab turib, chiroyli davrani buzadigan, chiroyli kayfiyatni ko'taradigan so'zlar so'zlaydi deydi. Qo'yay, men